Assalomu alaykum ustozlar. Ovozim eshityaptimi? Ekran ko'rinyaptimi? Ovoz ekranlamasi yaxshi ustozlar. Ovozim eshityaptimi ustozlarga? Yaxshimi? Ekran, ovoz. Assalomu alaykum domla. Ha, eshitilyapti ovozingiz. Assalom. Ustozlar, demak, darsni boshlaymiz ustozlar. Avgustda demak 21-imtihon bo'ladi deb aytdim ha. Hozirdan registratsiya qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xo'p, bundan keyin mana GRE guruh ham ochamiz, bilasizlar. GREni bali o'zi o'zgarmagan. Ikkalasi ham bitta narsa, o'zi matematika, elementar matematikadan savollar tushadi. Xo'p, hozir demak SAT demak birinchi darsni o'taman, ko'ramiz. Demak, birinchi darsda ustozlar ko'pchilik xato qiladigan mana funksiyalar mavzusidan boshlaymiz. Ko'p testlarda tushadigan mana funksiyalar va kvadrat funksiyalar, keyin funksiyalarga doir ba'zi bir masalalar bor, testlarda ko'p tushadi va tarjima qoidalari, demak shularni hammasini tushuntirib beraman ustozlar mana. Yana bir narsani eslatib o'tish kerak ustozlar, mana SATda o'zi aslida SATda demak nima bo'ladi? Ko'pincha savollar o'xshash savollar tushadi ustozlar. Shuning uchun ko'pincha har doim aytaman, shu savollarni o'zi yod olishga harakat qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni ko'proq yechish davomida o'zi yod bo'lib ketadi-da. Xo'p, demak bir mana boshlaymiz ustozlar. Qanaqa qilib demak tarjima qilish. Xo'p, undan keyin o'sha mavzularga o'tib ketaveramiz. Bu guruh hamma uchun mo'ljallangan, boshlab o'rganadiganlar uchun ham, o'sha avgustda imtihon topshirganlar uchun ham. Xo'p, chunki deyarli hamma kishining ingliz tili deyarli bir xilda. Shuning uchun bu hamma o'rganib keta oladi bu guruhda. Demak, darsni boshlaymiz ustozlar. Birinchi demak darsimiz mana yozib qo'yganman bu yerda ham. Demak, funksiyalar va kvadrat funksiyalar demak mavzudan boshlaymiz. Birinchi demak men funksiyalarni tushuntirib beraman. Xo'p, keyin qanaqa qilib tarjima qilishni ham tushuntirib beraman ustozlar. Bunga diqqat bilan qarab turinglar. Ixtiyoriy matnli masalada ham demak mana shu qoida asosida tarjima qilishingiz kerak bo'ladi-da. Va ko'pincha yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Ko'pincha o'zi SATdagi savollarda 60-70% holatda tarjima o'zi shart emas aslida. Siz ko'proq misol yechaversangiz, o'zi yod bo'lib ketadi. Bir ikkita so'ziga qarab, demak tarjima demak qilsangiz bo'ladi. Yana masalani tushunib ketaverasiz bir ikkita so'ziga qarab. Xo'p, shuning uchun qanaqadir qoidalar asosida nimadir qoidani o'rganib, xo'p, qanaqadir grammatikani o'rganish umuman shart emasda ustozlar. Masalan, ba'zilar quyidagicha noto'g'ri usuldan foydalanadi. Wordga so'zlarni yozadi, qanaqadir grammatik qoidalarni yozib tushuntiradi. U hammani esdan chiqib ketadi. Xo'p, u IELTSdan deylik siz yuqori ball olmoqchi bo'lsangiz ham o'sha ustozlarni demak maslahatiga quloq solsangiz ham xuddi menday maslahat beradi-da. Ya'ni siz qanaqadir bir Wordga so'zlarni bir boshlab yozib, qanaqadir grammatik qoidalar, shular orqali ustozlar yodlash shart emas. Ya'ni men tushuntirib beraman hozir qanaqa qilib tarjima qilishni, keyin qanaqa qilib masalalarni yechishni, xo'p, hammasini demak tushuntirib beraman. Mana shularga diqqat bilan qarab tursangiz bo'ldi. Xo'p, demak birinchi ustozlar funksiyalar mavzusidan bo'lamiz. Xo'p. Demak, functions degan bilamizki, bu funksiyalar. Mana shuni aytib ketaveraman. Demak, qoidalarni, so'zlarni demak aytib ketaveraman mana. Xo'p, tushunib olishga harakat qilinglar. O'zi bitta darsda deyarli juda ko'p narsani tushunib olsa bo'ladi. Chunki SATdagi savollarda 60-70% holatlarda tarjima o'zi shart bo'lmaydi-da. Xo'p, demak, function. Ingliz tilida demak function degan bilamizki, bu funksiya. Xo'p, yana ingliz tilidagi otlarga demak s qo'shimchasini qo'shsak ustozlar, bu lar degan ma'noni bildiradi. Demak, bizning so'zimiz demak funksiyalar. Demak, bugungi mavzumiz demak funksiyalar mavzusi. Xo'p,
Demak, birinchi savol ingliz tilida ustozlar, mikrofonlarni o'chirib qo'yinglar. Demak, ingliz tilida ustozlar, demak, so'zlarni qanaqa qilib yodlaymiz va masalalarni qanaqa qilib tarjima qilamiz. Masalalarni tarjima qilish uchun ustozlar o'sha bir boshdan masalalarni demak yechib ketish kerak va har bir masalani o'sha kontekstdagi so'zlarini ustiga demak tarjimasini yozib ketaverish kerak va darsni oxirida o'shani bir takrorlab chiqish kerak bo'ldi. Boshqa hech nima shart emas va davom etib ketaverish kerak. Shu ko'p yetish davomida demak bu so'zlar esda qoladi bo'ldi. Boshqa yo'li yo'q o'zi. Xo'p, demak boshladik mana. Deylik. Xo'p, mikrofonlarni o'chirib qo'ying ustozlar, hamma mikrofonni o'chirib qo'ysin. Demak boshladik mana. Funksiyalar mavzusidan ustozlar mana e'tibor beringda. Men nima uchun aytaman? Deylik 70% holatda SAT savollarda tarjima shart emas. Chunki siz matematikani bilasiz va siz yechadigan savollar matematikaga oid SATda ham faqatgina ingliz tilida. Ya'ni siz ixtiyoriy masalani aqlli taxmin qilish orqali tushunishingiz ham mumkin-da. Mana aqlli taxmin qilish orqali. Masalan, mana bu yerda ustozlar birorta nol ingliz tilidan umuman harfni ham bilmaydigan kishiga o'zi shuni bersangiz yecha oladi-da, taxminan aytadiki, f at x berilgan ekan, ha, f25 topishim kerak ekan deb o'ylaydi, to'g'rimi? Bo'ldi, o'zi ko'pincha mana shu holatdan foydalanasiz SATdagi savollarda. Mana tarjima qilishda. Juda ko'p holatlarda mana shu aqlli taxmin qilishdan foydalanamizda. Mana, ya'ni masalani siz demak aqlli taxmin qilish deydi buni. Shunaqa qilish orqali ham yechasiz. Xo'p, bu yerda ko'rinib turibdiki, mana fx berilgan, sizdan nimani so'rayapti demak? f25 so'rayapti. Yoniga so'roqcha qo'ygan. Bo'ldi, demak f25 so'rayotgan ekan deysiz. Demak x o'rniga 25 qo'ysangiz javob 26 bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p. Lekin hozir bu yerda demak tarjima qilib beraman bir boshdan va qanaqa qilib tarjima qoidalarini ham aytaman. Demak, hamma ixtiyoriy masala uchun shu o'rinli bo'ladi. Demak, xo'p, example degani bilamizki, bu misol, if degani bu agar. Mana. Endi qaranglar-da, ingliz tilida shunaqa qoida bor ustozlar. Siz birorta bir so'zni tarjima qildingiz, to'g'rimi? Keyingi so'z mana shu so'zni aniqlashtirib ketadi-da. Ya'ni bir boshdan so'zlarni tarjima qilib boraverasiz va o'zingizga savol berib boraverasiz. Keyingi so'zlar sizga javob berib boraveradi. Mana shu qoida bo'ldi. Ingliz tilida tarjimada mana shu qoida. Bir boshdan tarjima qilasiz, o'zingizga savol berasiz, keyingi so'z sizga javob berib ketaveradi. Mana misol deyapti. Nima misol? Mana yozib qo'ygan. Birinchi misol. If deyapti. Bu agar degani. Agar nima? Sizga keyingi so'z javob beradi. Mana f at x mana shunday bo'lsa deyapti. What degani ingliz tilida bu nima degani? Nima deyapti? Is degani bu degani. Nima deyapti? Bu deyapti. Value degani qiymat. Mana nima deyapti? Qiymati. Nimani qiymati? Savol berasiz. Mana javob beryapti. f25 ning qiymati. Mana shu qoida. Demak, mana shu qoida bo'yicha, demak, ixtiyoriy masalani mana shu qoida bo'yicha ustozlar tarjima qilib ketaverish kerak. Mana demak, bir boshdan tarjima qilasiz, keyingi so'zlar demak sizga javob berib ketaveradi. Siz o'zingizga savol berasiz, keyingi so'z sizga javob beradi. Demak, example misol dedik. If degani agar nima agar savol berasiz, javob beradi. Agar fx mana shu bo'lsa, nima deyapti? Is degani bu degani. Nima bu deyapti? Value degani qiymati. Nimani qiymati mana? f25 ning qiymati. Bo'ldi. Xo'p, mana shu birinchi darsda ustozlar o'zi tarjima qoidalarini umumiy tushuntirib beraman. Keyingi darslardan ustozlar mana shu darsni bir marta yaxshi ko'rib olsangiz, bo'ldi. U tarjimaga o'zi qiynalmaysiz. Shuning uchun mana kimlargadir bu oson bo'lishi mumkin. Baribir diqqat bilan e'tibor beringlar. Xo'p, hamma qoidalarni aytib ketaman. Xo'p, juda oson bo'ladi. Ixtiyoriy masalani tarjima qilish ham. Xo'p, demak, mana shu bitta masalani tarjima qildingiz, mana bu yerga demak yozamiz. Mana example ni ustozlar mana misol dedik. If degani mana agar dedik. To'g'rimi? What degani ingliz tilida nima degan ma'noni bildiradi. Is degani mana bu dedik. Mana am, is, are so'zlari kelsa, so'zlarning oldida bu deb tarjima qilinadi. What ni mana nima dedik. If degani ustozlar bu agar dedik. Example degani bu misol dedik. Misol. Value degani so'zlar demak bu qiymat. Value degani demak bu qiymat. Xo'p, mana demak qiymati nimaga teng? Birinchi misol hammaga tushunarli, to'g'rimi ustozlar? Keyin yana matematikada ko'p xato qiladigan men bitta narsani aytaman. Ko'pchilik o'ylaydi ustozlar,
masalan, qanaqadir qoidalar, qanaqadir bir so'zlarni, demak, tarjimasini yozib olishim kerak. Yoki nimadirni o'rganganimdan keyin buni tarjima qila olaman. Birinchi deydi ba'zilar grammatikani o'rganishim kerak. 1 oy, 2 oy deydida. Mana shularni tarjima qilishim uchun deydi. U eng noto'g'ri qaror. Mana matematika ustozlari eng qiladigan, ko'p katta qiladigan xatosi mana shuda. Nimadir mukammal birinchi qilib olishimiz kerak, keyin davom etib ketadi deydi. U ingliz tili unaqa emas. Ya'ni matematikada birorta bir mavzuni tushunmasangiz, undan keyingi mavzuni tushunmaysiz-ku. U ingliz tilida unaqa narsa yo'q-da. Yo'l-yo'lakay o'rganib ketadigan fan bu. O'zim masalan xalqaro universitetlarda ishlayman. Xo'p, boshida men ham ingliz tilini o'rganayotganimda ustozlar mana sizlarda o'rganganman-da, ya'ni biror bir narsani birinchi, demak, mukammal qilib nimadir grammatikani o'rganib olishim kerak deganman. Xo'p, yoki qaysi bitta kitob tugatib olishim kerak deganman, yoki mana bu bilsangiz so'zlar jadval bo'lardi kitob orqasida, o'shalarni birinchi hammasini yodlab olganimdan keyin o'rgana olaman degan fikr bo'lganda, u noto'g'ri narsa o'zi. Bu ingliz tilida ustozlar bu yo'l-yo'lakay o'zi o'rganib ketadigan fan va oson fan. O'zi aslida shunaqa. Ya'ni siz qanaqadir to'siq qo'ymasligingiz kerak o'zingizga. Ya'ni mana oddiy tushunib olyapsiz-a? Ba'zilar mana shu oddiy narsani ham murakkablashtirib nima qilmoqchi bo'ladi matematikada. Sizlar oddiy misol tushunasiz, keyin bunday bo'lsa nima bo'ladi? Ya'ni qiyinroq misol bo'lsa, xo'p, bu nima qilishimiz kerak degan o'zingizga o'zingiz savol berasiz matematikada. Ingliz tilida bunaqasida, mana oddiy fan sifatida, oddiy eng oson til sifatida o'rganib ketaverish kerak men. O'zingizga eng oddiy oson til sifatida belgilab olishingiz kerak, o'rganib ketaverasiz. O'zi dunyodagi eng oson grammatikaga ega bo'lgan til bu ingliz tili o'zi aslida. Bir tushunib olsangiz juda oson ketaveradi. Mana matematikadan ham oson ketaveradi-da. Xo'p, birinchi misol tushunarli bo'ldimi ustozlar? Keyingi misol mana ikkinchi misolga o'tamiz. Xo'p, ikkinchi misolda mana hozir keyin murakkablashtirib ketaveramiz savollarni. Hozir bir 10 ta misolda, demak, tarjimani qilishni o'rganib olinglar. Demak, mana o'sha so'zda kelyapti. Demak, mana example nima dedik? Misol. Misol 2. If deyapti, ya'ni agar mana shu bo'lsa, endi qarang. For degani ingliz tilida ustozlar masalan uchun degan ma'noni bildiradi. Mana for degani nimadir uchun degan ma'noni bildiradi. Masalan, for me desangiz, mana me degani men. Ya'ni bu men uchun degan ma'noni bildiradi. Mana for degani uchun dedik. Endi biz yuqorida o'rgandik ustozlar, mana what degani bu qaysi yoki nima degan ma'noni bildiradi yuqorida. What degani nima. Juda ham ko'p so'zlar, savollar to'g'riroq ingliz tilida what bilan beriladi-da. Shuning uchun nima degan ma'noni bildiradi. Masalan, what's your name degani sizning ismingiz nima degani ingliz tilida juda ko'pchilik biladi. Yoki what's your old degani what's your age yoki sizni demak yoshingiz nima. Ham juda ham ko'p demak savollar what bilan beriladi ustozlar. Shu demak what degani mana bu yerda ham o'rgandik, nima degan ma'noni bildiradi dedik. Endi value degan so'z bu qiymat degan ma'noni bildiradi. Mana value degan qiymat. Of ni o'rgandik, buni ning degan ma'noni bildiradi dedik. Endi men yuqorida o'sha qoidani aytdim. Qanaqa qoida ustozlar mana? Siz ingliz tilida bir boshdan tarjima qilib ketaverasiz. Nimadirni tushunmasangiz, o'zingiz savol berasiz, keyingi so'zga javob beradi. Mana example deyapti. Nima? Qaysi misol? Mana ikkinchi misol if deyapti. Agar dedik. Nima agar? Savolingizga javob beradi. Ifat mana shunday bo'lsa, for uchun deyapti. Nima uchun? Mana what value. What degani buni nima dedik. Ya'ni nima qiymat uchun? Mana x ning deyapti. X ning nima qiymati uchun? f(x) 5 deyapti. Demak, x ning nima qiymati uchun f(x) 5. Demak, f(x) ni 5 ga tenglashtiramiz, bo'ldi mana. Demak, nima qilamiz? X topib olamiz. To'g'rimi ustozlar? Mana. Shunchaki mana shu yerdan yechib x topib olasiz. Keyin men yuqorida yana bitta qoidani aytdim ustozlar. 90% masalalarda ingliz tilida mana shu qoidadan foydalanasiz. Xo'p, yana u qanaqa qoida? Bu aqlli taxmin qilish. Ya'ni misolga qarab, siz matematikani bilasiz-ku. Misolga qarab sizga tarjima ham shart emas. Mana fx berilgan, fx 5 deyapti. Va x nimadir deb savol beryapti deysiz. Demak, x topish kerak degan. Demak, taxmin hosil bo'ladi sizda, to'g'rimi? Mana shu usuldan foydalanasiz ko'pchilik savollarda. Mana
Endi demak qaysi so'zlarni o'rgandik ustozlar mana. Birinchisi demak for uchun dedik. Mana for me degani men uchun ekan. Ikki what nima dedik, to'g'rimi? Mana value degan nima dedik? Value degan demak bu qiymat degan ma'noni bildiradi. Mana value degan qiymat. Xo'p, bu ustozlar yana bir bor takrorlayman. Ingliz tilida любой ixtiyoriy tilda ham o'rganish bu yodlash, tamom. Qanaqadir isboti yo'q matematikada. Masalan, value-ni men so'z bilishim kerak, tarjima qilishim uchun degan sizda tasavvur hosil bo'ladi. Masalan, o'rgana olmasam kerak, mana value deyapti, buni qiymat. Buni qayerdan bilaman men? Noldan boshlab tushunishim kerak deb o'ylashingiz mumkin, to'g'rimi? Unaqa narsa yo'q ingliz tilida. Mana shunday so'zlarni o'rganib ketaverasiz, bo'ldi. Unaqa usulda o'rganish mumkin, 5-6 yil vaqtingiz ketadi uning uchun. U narsa kerak emas mana. Shunchaki yodlash, mana faqat yodlashdir. Bir ikkita qoidalar bor, mana aytgan qoidalar. Shularni ishlatib, so'zlarni yodlab ketaverishingiz kerak va ko'proq misol yechasiz. Shu ko'proq misol yechganda yodda qoladi. Va ko'pchilik qiladigan yana 3-xato ustozlar, ko'pchilik masalaga qaramasdan so'zlarni yodlaydi. Ya'ni masala qolib ketadi. Mana bu yoqda men bergan so'zlarni daftarga yozib oladi-da, masala yo'q yonida. So'zlarni quruq yodlaydi. Ya'ni quruq yodlash degani masalaga qaramasdan, mana masalani yonida yodlamasangiz ham so'z foydasi yo'q. Mana masalada mana shu yerda turish kerak, masala turish kerak, pastida so'zlar bo'lish kerak. Mana shu usulda yodlash kerak. Boshqasini umuman foydasi yo'q va uni uloq qilib o'tirishlaringiz kerak ham yo'q, vaqt ketkazasizlar. Xo'p, demak for uchun dedik, what degan so'zlar nima dedik mana? Value degan demak qiymat dedik. Endi mana what value kelyapti. What value kelsa mana ustozlar, biz nima qiymat desak ham bo'ladi, tushunish mumkin. Lekin buni to'liqroq chiroyli tarjima qilsak, chiroyli tarjimada bu qaysi qiymat desak chiroyli chiqadi. Ya'ni chiroyli tarjima degan narsa ham bor ingliz tilida. Chiroyli tarjima degani mana ketma-ket bitta so'zlarni tarjima qilsangiz, bu yerda masalan hozir nima qiymat degan ma'no kelyapti. Chiroyli tarjimada ozgina bunga urg'u berasiz, ya'ni tushunadigan holatga keltirasiz. Qaysi qiymat desangiz, ko'pchilikka tushunarli bo'ladi matematikada. Demak, for uchun dedik, mana what value. Qaysi qiymat uchun, nimani qaysi qiymat? Savolingizga javob beryapti. X ni qaysi qiymat uchun? F at x 5 ga teng. Bo'lishini x topib olasiz. Kim tushunmayapti ustozlar mana shu usulni? Tushunmayotganlar bormi? Oldin tushuntirganlar bo'lsa, takror bo'ladi ustozlar. Buni shoshilmasdan bir yaxshi tushunib olish kerak. Matnli masalalarda ustozlar bu juda qo'l keladi-da. Tushunmayotganlar bor? Ustozlar mana shu. Hammaga tushunarli bo'lyaptimi? Xo'p, demak, keyingi masala. Endi tezlashamiz ustozlar mana. Xo'p, endi mana 3-misol. Xo'p, bizada example degan misol dedik. Mana 3-misol. If nimadagi ustozlar agar mana shu va j mana shu bo'lsa, mana ment degan va so'rayapti nimadi bu deyapti, va degan qiymati. Mana j qiymat topamiz, j bo'lamiz birinchi. Minus biz bo'ladi. 3 keltirilgan 3. Hammaga so'zlar bu murakkab funksiya deyiladi. Murakkab function deyiladi. Compound function. Function yani bu murakkab funksiya degani. Murakkab funksiya. Xo'p. Endi keyingi misolga o'tamiz ustozlar mana. Demak, keyingi misolda xo'p, mana kimdir endi tarjima qilinglar ustozlar, men bergan usuldan foydalanib. Mana men qilgan usulda tarjima qilingda. Qanaqa usul dedik u? Xo'p, bu yerda o'zi hammasi aniq. Tarjima ham shart emas, to'g'rimi? Fx berilgan, jx berilgan, f at j at x minus 1 topishimiz kerak.
Lekin bu yerda o'zi tarjima qilsak qanday tarjima qilamiz mana? Example'ni misol dedik, to'g'rimi? Misol if'ni agar dedik. Agar mana shunday bo'lsa va mana shunday bo'lsa what degani buni nima dedik? Is degani ustida bu dedik. Mana nima deyapti? Bu deyapti. Mana shu. Shunchaki ifat jihat x minus 1 ni topishimiz kerak. Demak, jihat x berilgan. Jihat x minus 1 degani x ni o'rniga x minus 1 ni qo'ysak, nimaga teng bo'ladi? Bu x plus 2 ga teng bo'ladi. Mana, demak f endi mana jihat x minus 1imiz x plus 2 bo'lsa, demak biz f at x plus 2 ni topishimiz kerak. Fx berilgan, f at x plus 2 nima bo'ladi? X ni o'rniga x plus 2 ni keltirib qo'yamiz. To'g'rimi? Mana. Demak, bu nimaga teng bo'ladi? Buni ochib chiqamiz. Demak, 2x kvadrat plus 8x bu 4 bo'ladi. 4 kira 2 8, 8 dan 7 ketsa 1 plus 1. Demak, qaysi javob bo'ladi? B javob bo'ladi. Kim tushunmagan kishi bormi so'zda mana shu savolni? Bular o'zi to'g'ri, osonroq mavzu. Hozir ozgina tarjimaga urg'u beramizda. Tushunmayotganlar bormi so'zlar? Mana shuni. Tarjima qoidalari kimda savol bor? Qandaydir mavhum savol deb so'zlar. Mana ingliz tili o'zi aslida matematikada aniq fanda. Hammasi aniq ketaveradi bu. U oson, juda oson o'zi aslida. Buni masalan men oldindan beri bilganim uchun aytmayman. O'zi ko'rgan bo'lsangizlar, masalan, kanalga ham qo'yganman, ko'pchiligini olib ulgurmaganman qo'yishga. 20 kunda ham o'rganib, 23 kunda ham SAT sertifikatli masalan 750 23 kunda olgan ustoz Voyshani qo'yganman. Bir marta yaxshi tushunib olsangiz, shoshmasdan oson ketaveradi-da so'zlar mana. Savollar. Ko'pchilik shoshgani uchun demak boshida tushunmasdan qolib, ko'proq test yechishga urg'u berib, shoshilib ba'zi joylarni tashlab ketishadi-da. Boshida mana shunday 3 ta 4 ta dars, 4 ta 5 ta darsni shoshmasdan o'rganib borish kerak. Keyingilarda tezlashib, tez yechib ketaverish kerak. Ko'pchilik mana shu qismiga urg'u bermaydi-da. Mana shu tarjimalar qoidasiga. Mana tarjimalar qoidasi deb atasak, ko'pchilik mana shu yerga urg'u bermaydi yoki ba'zilar oson bulardan tushmaydi-ku savol, bular kerak emas deb o'ylaydi-da, lekin asosiy fundamenti mana shu yerdan boshlanadi-da. Shunga oson bo'lsa ham ahamiyat berish kerak. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz so'zda. Mana endi funksiyalarning grafiklari. Funksiyalarning grafiklariga doir masala yechishni demak ko'ramiz. Demak mana. Xo'p, so'zlarga e'tibor beringlar so'zda mana. O'sha aytilgan qoida bo'yicha ketadi mana. Misol, mana qaysi misol mana savol berasiz, o'zi javob berib ketaveradi keyingi so'zlar. Misol 5 deyapti. Xo'p, graf deyapti, ya'ni grafik degani. Grafigi mana nimaning grafigi? Of degani bu ning. Sizga savol beradi, mana sizga javob beradi. Siz savol beryapsiz mana. Grafigi deyapsiz. Nimaning grafigi? Mana of javob beradi. Nimaning grafigi? Funksiya nima, qaysi funksiya? F. Demak, funksiya f ni grafigi deyapti. Is degani buni bu dedik. Funksiya f ni grafigi bu. Shown. Shown degani so'zlar bu ko'rsatilgan degan ma'noni bildiradi mana. Ko'rsatilgan, below degani quyida. Demak, funksiya f ni grafigi quyida ko'rsatilgan. Mana below degani quyida. Funksiya f ni grafigi quyida ko'rsatilgan. If degani agar dedik, f a 3 ga teng bo'lsa va f2 b ga teng bo'lsa, sizdan so'rayapti, nima deyapti, bu deyapti, value, qiymati dedik. Nimaning qiymati? Mana a plus demak b ning qiymati nima? Demak, f a 3 ga teng. Funksiyamiz qachon 3 ga teng bo'lyapti ustozlar mana? Funksiyamizning qiymati qachon 3 ga teng? Mana bu yerda funksiyamiz 3 ga teng. O'sha payt x ning qiymati, a ning qiymati nima? 5. Demak, a barobar 5 ekanda. Chunki mana f 5 da 3 ga teng. Demak, a 5. f2 b deyapti. Mana f2 da funksiyamiz nimaga teng qiymati? f2 da minus 2. Demak, b minus 2. Demak, a plus b nimaga teng ekan? 3 ga teng ekan. Kim tushunmadi ustozlar mana shu savolni? Tushunmaganlar bormi ustozlar mana shu savolni? Hammaga tushunarli-a? Mana. Mana shu tarjima qilish kimga tushunasiz bo'lyapti? So'ranglar ustozlar, savol. Savol bormi? Mana shu yerda qayerda tarjima qilishni tushunmayapsiz mana. Xo'p, endi bu yerda
Bitta masalan eshitdingizmi, yana o'sha usuldan foydalanasiz. Mana shu usulimni 5-6 ta dars erinmasdan qilsangizlar ustozlar, kechasi uxlamasdan e, tezda, demak, tez yetishni boshlasangiz bo'ladi-da. Tezda ko'nikib olasiz. O'zi bir oy ham yetadi aslida sertifikat tayyorlash uchun aslida. Bir oy, bir yarim oy. Demak, example mana yuqorida qo'ygan misol. Xo'p, graf degani mana bir xil o'zi so'zi bilan grafik degani. Of degan nima dedik buni? Ning degan ma'noni bildiradi. Function degani ustozlar mana funksiya dedik. To'g'rimi? Xo'p, is degani mana am, is, are kelsa ustozlar bu so'zlar bilan bu degan ma'noni bildiradi. Ya'ni mana shu so'zlarni ko'rsangizlar, so'zlarning orasida bu deb ketavering. Mana keyingisi mana show degan ustozlar bu biror nimani ko'rsatish, mana biror nimani ko'rsatmoq degan ma'noni bildiradi. Endi yana bitta narsani eslatib o'taman. Ingliz tilida mana show dedik, ko'rsatmoq degan. Mana shunga o'xshaydigan so'z kelyapti, lekin ozgina shakli o'zgargan. Demak, siz buni o'tgan zamonda deb olib ketavering. Mana shu matematika qismida siz mana shuni o'tgan zamonda, mana shu so'zni o'tgan zamoni deb olib ketavering. Ya'ni ko'rsatmoq o'tgan zamon nima bo'lib avval qilingan bo'lsa, ko'rsatilgan degan. Mana shuni deb olib ketaverish kerak mana. Birorta bir so'z tarjimasini bilasiz, shunga o'xshaydigan birorta so'z kelsa, shakli o'zgargan. Siz uni o'tgan zamonda deb olib ketavering matematikada. Tushunarlimi? Mana ko'rsatilgan dedik. Keyin mana below. Below degan usullar bu pastda, quyida degan ma'noni bildiradi. Pastda, quyida degan ma'noni bildiradi. Endi if degani buni agar dedik. Xo'p, and degani mana va dedik. Xo'p, what degani mana nima dedik. Mana nima. Xo'p, is ni ustozlar mana bu dedik. Value degani qiymat degani. Mana value degani qiymat. Of degani demak ning dedik. Mana hammaga tushunarli bo'lyaptimi ustozlar? Qanaqa qilib tarjima qilish? Keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi masala ustozlar bu nima? Teskari funksiyalar mavzusi. Teskari funksiya. Xo'p, ingliz tilida ustozlar mana teskari degan ma'noni inverse degani. Inverse degani teskari. Mana teskari funksiya. Ko'pchilikda savol hosil bo'lishi mumkin ustozlar, nima uchun funksiyalardan boshlab ketdik? Men shunchaki bitta kitobni olib, hozir mana shu yerda ikkita mavzuni tanladim. Ko'pchilik mana shu yerda, mana shu mavzularda ko'pchilik xato qiladi. Ya'ni bu hozirgi oddiy misollarda emas. Kvadrat funksiyalarga o'tganda o'shanda ko'pchilik testlarda xato qilgani uchun mana shu ikkita mavzuni oldim. O'zi darslarda bir boshdan mavzu bo'yicha ketaveramiz. Shunchaki buni tushuntirish uchun, tarjimani qanaqa qilish, shularni tushuntirish uchun shu mavzuni tanlab oldim, bo'ldi. Boshqa nimasi yo'q o'zi. Demak, inverse function demak teskari nima degani bu? Funksiyalar degani bu. Teskari funksiya. Xo'p, bu yerda mana misollardan demak yechib ustidan davom ettirib ketaveramiz. Yana takrorlayman. So'zlar esda qolishi uchun ko'proq misol yechib ketaverish kerak va har bir misolda tepasiga mana shu darsda ko'rsatganday so'zlarni yozib, har bir darsdan keyin o'sha so'zlarga bir sira ko'z yugurtirib chiqish kerak. Bo'ldi. Boshqa hech nima kerak emas ustozlar mana. Mana shu usul bo'ldi. Mana guruhga qo'yganman 800 olgan, 790 olgan ko'pchilik ustozlar tarjimasi zo'r emas. Masalan, siz nima deydi? Ingliz tilini masalan deyarli bilmaydi ular ham. Deyarli 0 o'sha 800 olgan ustozlarga ham e'tibor bersangizlar-da, deyarli 0 o'shalar ham. Sizlar hamma bir xil deyarli. Mana lekin qanday qilib 800 oladi? Ular ko'proq savol yechgan va ba'zida bilasizlar, Xitoyda testlar oldinroq bizdan bir kun deyman, bir 4-5 soat oldin bo'lgan hisobiga ba'zan testlar chiqadi, o'shalarni ko'rib 800 olgan ular. O'zlaringiz ham bilasizlar, ko'pchilik o'sha ustozlar yeshtirib 800 nima qiladi? O'sha testlarda oldindan yeshtirib, xo'p, o'shalarni ko'rib va mana bunaqa savollarni ko'proq yeshtirib, deyarli yod olib
800 olgan. Yod olib degani mana shunday ko'proq masalalarni yechish orqali bo'ldi. Boshqa qanaqadir nimasi yo'q. Ingliz tilidan savol bersangizda hamma deyarli bir xilda. Ko'p misol yechish orqali va ko'proq vaqtini mana shu testlarni yechishga, darslarni qilishga sarflagan uchun olingan bo'ldi. Boshqa nimasi yo'q. Xo'p, davom etamiz so'zni mana. Demak, teskari funksiya example degan mana misol dedik. 6-misol. Xo'p, ingliz tilida mana given degan so'zi bu berilgan degan ma'noni bildiradi. Xo'p, ingliz tilida mana give degan so'z biror nimani bermoq degan ma'noni bildiradi. Nima uchun demak men givenni berilgan dedim? Chunki yuqorida bitta qoida aytdimki, mana give bermoq, shunga o'xshaydigan shakli o'zgargan so'z kelsa, o'tgan zamonda olib ketaverish kerak dedim, to'g'rimi? Demak, given kelsa, demak nima deymiz buni? Mana shuni o'tgan zamonda olib ketaveramiz. Demak, berilgan. Demak, berilgan funksiya fx sizdan nimani so'rayapti? Nima deyapti? Bu deyapti, value qiymati, nima qiymati? Mana shuni qiymati. Buni bilamizki, bu teskari funksiya degan so'zlar. Tushunarlimi? Bu teskari funksiya. Teskari funksiyani qanaqa topamiz? Mana fx funksiya berilgan. Mana fx funksiya berilgan yoki buni y deb olsak, y barobar 10x - 7 taqsim 2. Mana shu funksiyaga teskari funksiyani topishimiz uchun birinchi biz mana shu tenglamadan x ni topib olamiz. Demak, 2y + 7 taqsim 10 barobar x ga teng. Va shu yerda x bilan y ni, demak, o'rnini almashtirib qo'ysak, bo'ldi, bizga teskari funksiya kelib chiqadi. Ya'ni y ni o'rniga x qo'yamiz, x ni o'rniga y qo'yamiz. Mana shu yerda nima bo'ldi mana bu? Demak, mana bu yuqoridagini teskari funksiyasi bo'ldi. Mana teskari funksiyasi. Teskari funksiyani mana shunday usulda topamiz. Endi buni ko'pincha tepasiga mana y - 1 mana shu ko'rinishda qo'yiladi-da. Teskari funksiyalarni bildirishimiz uchun. Demak, bo'ldi, mana teskari funksiyasini topdik, deyaptiki, mana f demak, mana teskari funksiya 6,5. Shuni toping. X ni o'rniga 6,5 ni qo'yamiz. Mana. Demak, nechi bo'ladi bu? 12 13 demak, javob 2 bo'ladi. Hammaga tushunarli bo'ldimi? So'zda teskari funksiyani topish. Berilgan funksiyani, demak, teskari funksiyasini topish mana shu qoida bo'yicha ketaveradi. Tushunarli bo'ldimi hammaga? Kimdadir savol bormi so'zlar? Mana shu tarjima ixtiyoriy savol bu yerda o'rinli. Qaysidir qo'shimchani tushunmayotgan bo'lsangiz, qaysidir harfni tushunmayotgan bo'lsangiz ham savol berishingiz mumkin. Chunki yuqorida aytganda ingliz tili ham matematikada aniq fan. Har bir savolingizda javob beradi o'zi. Ya'ni o'zini, demak, nimasi bor? Har bir harfni, har bir so'zni o'zini funksiyasi bor-da bu yerda. Ixtiyoriy qaysidir savolni tushunmayotgan bo'lsangiz berishlaringiz mumkin mana. Tarjima qoidalari muhim tushunarli bo'lyaptimi? Ovozim eshityaptimi so'zni? Ovoz yaxshimi? Abaga eshityaptimi? Eshitilyapti. Va alaykum assalom. Demak, mana birinchi funksiyalarga kirish mavzusi bu. Demak, funksiyalarga kirish mavzusi. Endi sizga mana shu funksiyalar bo'yicha savollar bergan. Bu siz buni savollarda o'rgangan so'zlaringizni, lug'atlaringizni mana shu savollarda foydalanishingiz mumkin. Mana shu yerda bir boshdan mana qanaqa qilib demak so'zlarni demak o'rgandik. Mana shularni demak takrorlab chiqamiz. Yuqorida o'rganganlarimizni mana shu savollar orqali takrorlab ketamiz. Yuqoridagilarni bir sira demak yuqoridagilarga bir sira ko'zni kiritib chiqsangizlar ustozlar, demak hammasi esda qoladi. Xo'p, kuningizga mana shunday vaqt ajratib, mana shu ishlarni qilsangizlar bo'ldi. SATdan oson imtihon qolmaydi o'zi aslida. Ko'pchilikni yana bir qiladigan xatosi ustozlar nima qiladi? Masalan, hozir mana shuni o'rgandingiz, to'g'rimi? Ha, xo'p, oson ekan. Men ertaga qolgan nimalarni qilaman yoki 2 kundan keyin boshlayman. Xo'sh, yoki bir martada mana shu bergan vazifalarni bir martada og'zak qilib tashlayman deb bir 3 kun dars qilmay turadi-da, keyingi kun masalan 4 soat, 5 soat, 6 soat dars qiladi. Bu narsa xato ingliz tilida. Chunki
har kuni yarim soatdan dars qilganingiz yaxshi va bir kunda 7-8 soat dars qilganingizdan ko'ra. Chunki siz bunga moslashishingiz kerak. Har kuni dars qilib boraversangiz, miya moslashadi-da. Mana shunga e'tibor berishimiz kerak. Xo'p, mana shu qoidalar asosida har kuni o'zingizga 1 soat, 2 soat vaqt ajratib, yechaversangiz, esakka 800 olib chiqsangiz bo'ladi-da. Mana esakda og'zaki 800 olib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p. Hozir misollarni qo'yib olaylik, bir boshdan yechamiz usulni mana. Amal bo'ladi shu. Xo'p, demak ketdik mana. Bir boshdan yechamiz. Function nima dedik ustozlar? Mana. Bitta yuqoridagilarni bir ko'zga kiritib chiqaylik. Demak, bugungi mavzu mana functions va funksiyalar degani va quadratics degani, kvadrat funksiyalar degani. Mana funksiya dedik. Xo'p, function funksiya ekan. S degani bu lar degan ma'noni bildiradi dedik. Demak, bu functions degani funksiyalar ekan. Xo'p, example misol dedik. Demak, shu yerda ustoz nima tarjimani tushuntirdilar? Xo'p, har bir so'zni bir boshdan siz tarjima qilib ketaverasiz. O'zingizga o'zingiz savol berasiz, keyingi kelayotgan so'z sizga javob beradi. Birinchi qoida mana shu edi. Ikkinchi qoida SATdagi deyarli 70% savollarda tarjima shart emas. Siz matematikani bilganingiz uchun xo'p, aqlli taxmin qilish orqali masalani tushunishingiz mumkin. Mana. Demak, birinchi qoida bo'yicha mana bir boshdan tarjima qilib ketaveramiz. Keyingi har bir so'z sizga savollaringizga javob berib ketaveradi. Example misol. Qaysi misol mana? Birinchi misol if agar nima agar. Agar mana shunday bo'lsa, what nima? Bu nima bu? Qiymati, nimani qiymati? Mana buni qiymati nima? Mana if example misol if agar what nima is bu value qiymat for uchun degani. Mana xuddi shu so'zda mana endi what nima dedik value qiymat bo'lsa nima qiymat desak bo'ladi yoki demak masalalarda kelganda what value ni chiroyli tarjima qilsak bu qaysi qiymat degan ma'noni bildiradi. Qaysi qiymat uchun x ni fx 5 ga teng dedik. Keyingi misol, uchinchi misolda mana yana shu so'zlar. Misol, demak, example misol if agar and va what nima is bu dedik. Value qiymat of ning degani. To'rtinchi misolda ham xuddi shu so'zlar. Keyin composite function. Composite degani bu murakkab funksiya dedik. Inverse bo'lsa, inverse function bu teskari funksiya. Xo'p, yana shu so'zlar. Example misol graphic of ning dedik. Is degani bu dedik, show'un ko'rsatilgan dedik. Chunki show degani bu ko'rsatish edi. To'g'rimi? Show ko'rsatmoq. Bunga o'xshaydigan shakli o'zgargan so'z kelsa ko'rsatilgan degani. Demak, ko'rsatilgan. Demak, fx ko'rsatilgan below quyida. If agar and va what nima value qiymat. Composite function murakkab funksiya dedik. Inverse function teskari funksiya mana. Example misol dedik. Given degani bu berilgan. Chunki give bu biror nimani bermoq. Unga o'xshaydigan so'z kelsa o'tgan zamonda deb olib ketaveradi. Given berilgan funksiya bu nima deyapti? Is bu dedik, value qiymat. Nima deyapti? Qiymati mana shuni. Mana shuni qiymati nima? Xo'p, demak, bir sira ko'ziga turib chiqdik. Endi misollarga o'tamiz. Demak, mana usulda function degan demak bu funksiyalar dedik. Mana shuni yozish kerak. Funksiyalar practice degani bu mashg'ulot. Funksiyalar haqida bu mashg'ulot. Answer degan demak bu javoblar dedik mana. Javoblar, answer degan javob. S bu lar degan ma'noni bildiradi. Javoblar mana on degani, da degani, page degani bu bet sahifa degani. Demak, mana shu yerda misollarni yechganingizdan keyin ustozda mana bu 329-sahifada demak javoblar bor demoqchi. Bizga aytayapti mana for degani bu uchun dedik. Question degani ustozlar bu savol degani mana. S qo'shimchasi bu savollar degani. Savollar 1dan 15 gacha savollar. Use degani demak bu foydalanish. Mana foydalaning funksiyalaridan below quyidagi. Demak, quyidagi demak funksiyalardan foydalaning deyapti. Xullas, bu yerda o'sha 70% holatga tushadi, ya'ni aslida tarjima qilish shart bo'lmagan savollar. Bir qaraganda o'zi ma'lum nima ekanligi. Xo'p, demak, bu yerda asosiy demak so'zlar mana ustiga yozdim. Demak, birinchi savolda what nima dedik, is degani bu dedik, value degani qiymat. Fat 4 ni mana
qiymatini toping. Of deganing. Fat 4 ni qiymatini toping deyapti, to'g'rimi? Xo'p, ikkinchisi ham shunaqa. Mana buni qiymatini toping. Uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi. Demak, yettinchisini tarjima qilinglarchi ustozlar mana. 7 da bir boshdan tarjima qilinglarchi. Mana aytgan usuldan foydalanib nima demoqchi? 7-si tarjima. Kim tarjima qiladi? Nima uchun qiymat? X ning qiymati Yo'q, nima uchun emas. Ana yuqorida qoida bo'yicha mana for degan usulda buni uchun dedik. qaysi Bu qiymat? qaysi qiymat? Mana. Ya'ni demak nima? For uchun o'zingizga savol berasiz. Nima uchun? Beryapti. Qaysi qiymat uchun? Demak, qaysi qiymat uchun? Nimaning qaysi qiymat mana? X ning qaysi qiymati uchun? Hx mana bunga teng. Mana bilan tarjima qilish shart emas. Do, does degan nimalarni. Xo'p, hx mana x ni qaysi qiymati uchun? Hx minus 5 ga teng deyapti. Mana bizga hx berilgan. Mana. Ya'ni x minus 3 ni 5 ga tenglashtiramiz, x barobar 8. Demak, x ni qaysi qiymati uchun? Hx minus 5 ga teng deyapti. Demak, javob 8. Keyingi 8-siga masalan, mana shuni yaxshi tushunmadingizmi deylik, 8-sini o'zingiz tarjima qilishingiz kerak. Mana for uchun dedik. What value degan ustozlar bu qaysi qiymat? Mana qaysi qiymati uchun x ni mana g at x mana shunga teng. 9-si yana aytyapti, x ni qaysi qiymati uchun bu mana shunga teng. 10-si ham xuddi shunday. 11 dan nima deyapti? 11 da nima deyapti? Bu deyapti value, qiymati. Mana shuni qiymatini toping deyapti. Mana bir xil 14 ga ham e'tibor bering. Yana shunaqa for uchun dedik. Savol berasiz o'zingizga o'zingiz nima uchun? Sizga javob beryapti mana. Qaysi qiymati uchun deysiz demak. Mana for uchun degani savol hosil bo'lyapti sizdan, mavhum savol. Nima uchun deb savol hosil bo'ladi, to'g'ri? Sizga javob beryapti mana. Qaysi qiymat deyapti. Ya'ni qaysi qiymati uchun? Nimani qaysi qiymat? Mana of javob beryapti. X ning qaysi qiymati uchun? Mana bu 8 ga teng. Mana shu tushunarli bo'ldi ustozlar qoida. Bu murakkab matnli masalalarda ham mana shu qoidani bilsangiz bo'ldi. Bir ikkita so'zlarga qarab masalani tushunsangiz bo'ladi. Kim tushunmadi mana shuni? Mana shu qoidani. Tushunarlimi ustozlarga? Tushunarli domla. Demak, keyingisi 15 ta. Mana buni qiymatini toping. 16. Mana endi mana bu yerda ham ustozlar juda ko'p funksiyalar mavzusida juda ko'p takrorlanadigan bitta so'z bor. Bu so'z quyidagi so'z mana defined as mana yoki defined by mana defined as yoki defined by degan so'z juda ko'p keladi. Buni ko'pchiligimiz bilamiz. Defined as yoki defined by degani bu kabi aniqlangan degan ma'noni bildiradi. Funksiyalarda mana shu so'z kabi aniqlangan degan. Mana shuni demak doim kabi aniqlangan deb tarjima qilib ketaverish kerak. Demak, f funksiya bu nima dedik mana? Mana shunday kabi aniqlangan. Demak, mana shunaqa ko'rishda aniqlangan. Sizdan nimani so'rayapti? Mana what ya'ni nima deyapti, is degani bu deyapti, value degani qiymat. Mana fat 2 ni qiymatini toping deb aytib ketyapti. Bo'ldi. Xo'sh, mana shu har doim birinchi darsdan keyin ustozlar ba'zi ustozlar berishadi-da. Qarasa, masalan, mana shularni bir boshdan o'zi o'rganish kerak emasmi? Mana hozir men aytayapman, is, am, are bular bu degan ma'noni bildiradi. Of degani ning, for degani uchun deb kelyapti, to'g'rimi? Ba'zida o'ylaydiki, mana shuni biz bir boshdan o'rganishimiz kerak. Hammasini yozib deb o'ylaydi. U mutlaqo xato fikrda. Siz yo'l-yo'lakay o'rganib ketishingiz kerak. Buni bo'lmasa esingizda qolmaydi. Shuni kontekstda o'rganishingiz ingliz tilida. Ya'ni masala shu yoningizda turadi. Mana shu masaladagi so'zlarni ustiga mana shunaqa tarjimasini yozib, yodlab, takrorlab ketaverish kerak. Unaqa bir boshdan o'rganib, xo'p, qilishni foydasi yo'q. Mana IELTSdan 7 olmoqchimisiz, 8, 9 olmoqchimisiz? Mana har doim 0 dan boshlamoqchimisiz yoki mana shu qoida. U qoidalar maktabda ba'zi bir ingliz tili o'qituvchilar bo'lardi.
u shunaqa qoidalar asosida o'rganmoqchi bo'ladi, o'rgatadi bolalarga. U mutlaqo xato narsa-da aslida. Unda o'rganmaydi hech kim. O'rgansa ham esdan chiqib ketadi. Eng yaxshisi mana shu usul bo'ldi. Bundan boshqa yo'li yo'q. Masalaga ustiga mana shunday chiqarib olib yozasiz. Har bir mavzudan keyin bir sira ko'zingiz bilan bir ko'ziga o'tirib chiqasiz, keyingi mavzuga o'tib ketaverasiz. Mana yodlashga harakat qilib, keyingi mavzuga o'tib ketaverasiz. O'zi masalalar kelaveradi, keyin esga kelaveradi. Ko'z masalalarni to'nib qoladi-da. Mana va miya o'zi avtomatik tarzda mana shu so'z masalada nima tarjimada kelyapti, o'shani anglab oladi masalada yozganingizdan keyin. Ham qo'lda yozasiz, ham ko'zingiz ko'radi, shundagina esda qoladi. Boshqa yo'li yo'q. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. 17. Demak 16 ni tushundik-a? F 2 ni toping deyapti. Shunchaki x ni o'rniga 2 qo'yamiz. Bo'ldi 2 ni kvadrat minus 4 kare 2 8. Minus 4 bo'ladimi? 17. 17 da nima deyapti ustozlar mana? Vot ni mana nima dedik? Is degani bu dedik. Value degani demak buni qiymat dedik. Mana f minus 3 ni qiymatini toping. Given ni nima dedik? Mana shunaqa berilgan bo'lsa, ya'ni f x mana shunday bo'lsa, f minus 3 ni toping. Keyingi 18-masalada ustozlar qaranglar. Boshqacharoq masala bergan. Boshqacharoq masala. Xo'p, mana shu masalalarda ustozlar qaranglar-da. Men doim aytaman, ko'pchilikka sizga uzun matnli masala berildi, to'g'rimi? Uzun matnli masala berildi. O'sha yerda o'zi bitta yoki ikkita so'ziga qarasangiz bo'ldi, masalani tushunib olasiz. Endi nima demoqchi ekanligimni ko'proq mavzularni o'rgangandan keyin, masala yechgandan keyin o'zi o'sha usuldan foydalanib yechib ketaverasiz. Ya'ni qarang, bizga 18 ga tushdi, 18 ga o'xshagan. Ya'ni funksiya berildi. Mana shu funksiyada qarang, sizga x nima, fx nima mana bu yerda tushuntirib yotibdi-da 2 soat. Xo'p, bu yerda hammasini o'qib o'tirish shart emas o'zi aslida. Sizga funksiya berildimi? O'sha funksiya nimani ifodalayapti? O'sha funksiyada x nimani ifodalayapti? Shuni bilib olsangiz bo'ldi. Masala 100% yechildi degani. Ya'ni nima demoqchiman? 18-masalada bizga mana fx berildi. Demak, fx nima deyapti mana? Mana shu fx bu nima ekan? Number of degani soni. Studentlarning soni ekan mana. Demak, mana bu fximiz nima ekan? Studentlarning soni ekan mana. Endi mana x degani nima dedik? X ni yoniga yozib qo'ygan bo'ladi. X bu nima ekan? Teacher ekan. Ya'ni teacher degani bu o'qituvchi. Bo'ldi, mana shuni bilib olsak bo'ldi. Demak, f(x) bu studentlar soni ekan. Ya'ni studentlar haqida gap ketdimi, sizga fx aytayotgan bo'ladi. Yoki fx haqida gap ketdimi, studentlar haqida gapirayotgan bo'ladi. X ni yonida teacher turibdi, demak bu x bu teacher degani. Ya'ni teacher haqida gap ketdimi, sizga x aytayotgan bo'ladi. Endi savolga qarang. Oxiridagi so'zga e'tibor beramiz. 5 ta teacher deyapti. Ya'ni demak nima degani bu? Teacher bu x ekan. Bu yerda 5 ta teacher deyapti. Demak x 5 ekanda. Bo'ldi, sizdan nimani so'rayapti endi? Number of students, studentlar soni, ya'ni f(x) so'rayapti. Mana x 5 bo'lganda f(x) toping, demak 29 bo'lar ekan. Kim tushunmadi ustozlar mana shunaqa yechish usulini? Mana shuni tushunmaganlar bormi? Tushunmaganlar bormi ustozlar mana shu usulda? Juda ko'p matnli masalalarda mana shu usuldan foydalanasiz. Xo'p, bu yerda mayli yana qo'shimcha mana buni tushuntirib beraman, o'zi har bir so'zdan foydalan. Lekin shunaqa masala kelsa, ya'ni sizga birorta funksiya berildimi, qanaqadir tenglama berildimi, siz tezda nimani bilib olasiz? O'sha funksiya nimani ifodalayapti va o'sha funksiyani argumenti, ya'ni bu yerda x nimani ifodalayapti? Demak, siz shuni bilib olsangiz bo'ldi ekan. Demak, bu yerda bizning funksiyamiz mana fx deyapti, give degan berish dedik, ya'ni beradi. Total degani umumiy degani. Beradi umumiy
sonini nimani? Kimni sonini? Studentlar sonini. On degani ustozlar bu da degan ma'noni bildiradi. Nimadagi studentlar? Field trip. Trip degani bu sayohat degani. Ya'ni sayohatdagi studentlar sonini fx beradi deyapmiz. Viz degan so'z bu nimadirli degan ma'noni bildiradi. Nimali? X da o'qituvchili demak sayohat. Demak x bu o'qituvchilar sonini ko'rsatyapti. Fx studentlar sonini ko'rsatyapti. Sizga aytyapti. Вот. Nima deyapti? Bu deyapti total umumiy number of soni, umumiy sonini toping studentlarni deyapti. Mana nimadagi? Mana shu filtr degan sayohat dedik. Mana shu sayohatdagi studentlar sonini toping. Nimali? 5 ta o'qituvchi. Mana, ya'ni 5 ta o'qituvchili sayohatdagi studentlar soni x o'rniga 5 qo'ydik. Bo'ldi, demak, sayohatchilar demak studentlar soni 29 ta ekanligi kelib chiqdi. Mana shu yerda kim nimani tushunmadi? Ustozlar aytinglar qani? Assalomu alaykum ustoz, tushundik. Xo'p, mana shu 18-savoldagi so'zlarni bir yaxshi o'zi takrorlab olish kerakda. Mana shunaqa birorta bir qiynalgan savolni ko'rdingizmi, o'shani bitta daftarga yozish kerak. Xo'p, so'zlarni yozib yodlash kerakda. Ya'ni chunki bu savolda faqat siz qiynalmaysizda, qolganlar ham qiynaladi. Bir xil daraja deyarli hammada. Ingliz tili darajasi demoqchiman. Shuning uchun qaysi savolda qiynaldingizmi, bitta yangi daftarga o'sha yozish kerakda, o'shani erinmasdan. Ham yozasiz, ham yozganda so'zda esda qoladi, ham ko'rasiz va mana shunday men qilgan usulda so'zlarni tepasiga demak qo'yib yodlash kerak o'shani, yozib. Xo'p, 19-masala mana. For uchun dedik, nima uchun savol berasiz? Funksiya uchun. Qaysi funksiya javob beryapti? Mx funksiya uchun. For uchun dedik, yana nima uchun? Mana what value kelsa nima dedik? Qaysi qiymat mana. Qaysi qiymati uchun, nimani qaysi qiymati? Of ning dedik, x. X ni qaysi qiymati uchun? Mx deyapti, equal degani teng dedik. Mana -1 ga. Mx -1 ga teng qiymati uchun. Mx demak -1 ga tenglashtiramiz. Bo'ldi, x topib olamiz. Mana -6x barobar -9, x barobar 1/5. SAT testda mana shunaqa yopiq testda ham tushadi. Bu savolni berayotgan sabab bejiz emasda. Chunki SATda bir ikkita modul, ya'ni har bir modulda 22 tadan savol va har bir modulda kamida bir 5 ta yopiq test bo'ladi. Yopiq test degani sizga mana bu yerga kompyuterda mana bunaqa katakcha qo'yadi, mana shu savolni beradi, siz mana shu katakchaga mana shu javobni kiritasiz. Mana 1.5 deb yozasiz. Tushunarli bu yopiq test. Xo'sh, yana ko'pchilik qiladigan bitta xato. O'zbek tilida, matematikada kasr sonlar vergul bilan yoziladi. Ko'pchilik vergul bilan yozadi, lekin bu juda katta xato. Xo'p, o'sha O'zbekistonda mana shu ko'pchilik o'rganib qolgan. Masalan, 1,5 deb yozadi. Mana buni 1.5 deb o'yladi ko'pchilik, lekin aslida bu xatoda. Mana 1.5, ya'ni 1.5 1.5 deb yozilishi kerak. Mana vergul bu minglarni anglatadi ingliz tilida. Mana 1.5 deb yozganingiz bu 1005 degan ma'noni bildiradi. Bu vergul o'zi nimadan kelib chiqqan? Minglarni bildirishi. Chunki eslaringizda bo'lsa, mana 5-sinfda katta sonlarni o'qitishda biz sonlarni oxiridan boshlab minglarga ajratib chiqamiz, to'g'rimi? Vergul qo'yardik o'sha yerda. O'shandan kelib chiqqanda bu vergul minglarni bildirishi. Mana katta son 1,512,987,500. 500 dan boshlab vergulda ajratib chiqamiz-ku. O'sha vergul minglarni anglatadi. Bejizga kelmaganda u vergul nuqta kasrni anglatadi ingliz tilida. Tushunarli bo'ldimi so'zlar bu? Ko'pchilik qiladigan xato. Keyingi masala. Degan funksiya deyapti ismi. Bu dedik defined as degan nima dedik? Yuqorida aytdim men. Juda ko'p keladi mana defined as yoki defined by, bu kabi aniqlangan degan ma'noni bildiradi bu mana. Kabi demak aniqlangan. Mana
Sizdan so'rayapti, nima deyapti, bu deyapti, f(-4). Mana f(-4)ni toping deyilyapti. Mana shunchaki x -4 qo'yasiz. Keyingi 21-masala yana xuddi shunaqa masala. F funksiya bu defined by degani kabi aniqlangan dedik mana. Mana shu deyapti, mana kabi aniqlangan. Qo'yib sizdan so'rayapti, nima deyapti, bu deyapti, value degan qiymati. Mana f(0) ni qiymatini toping deyapti. Keyingisi 22-masala. 22-masalada so'zda mana nima deyilyapti? Yana xuddi o'sha mana aytgan qoida bo'yicha. Qaysi qoidani aytdim? Yana takrorlayman. Bir boshdan tarjima qilib ketaverasiz. Keyingi so'zlar sizga javob beradi. Ya'ni nima? Grafiki deyapsiz. Tarjima qildingiz, to'g'rimi? Savol bering o'zingizga o'zingiz. Grafik deyapti. Nimani grafik deysiz? Mana of sizga javob beryapti. Of so'zi. Nimaning grafiki? Funksiyani grafiki. Qaysi funksiya? F funksiya. Qaysi f funksiya mana? F funksiyaning grafiki bu shown degani ko'rsatilgan dedik. F funksiyaning grafiki mana ko'rsatilgan. Above degani so'zi bu yuqorida degani. Demak, yuqorida ko'rsatilgan f funksiyaning grafiki deyapti. F funksiyada endi mana bu has degan usulda bu bor degan ma'noni bildiradi mana. Mana bu yozib qo'yaylik. Have yoki has so'zlari kelsa usulda bu bor degan ma'noni bildiradi. Xo'p, have, has yoki had deb ham yozaylik mana bu yerda. Had. Hammasi bor deb ketavering. Bor degan mana ma'noni bildiradi. F funksiyada bor ekan, minimum valyuni qiymat dedik. Minimum qiymati bor deyapti. X barobar k da. Ya'ni x barobar k da minimum qiymatga erishadi. When degan so'z bu qachonki degan ma'no. Demak, f funksiyada mana x barobar k da minimum qiymat bor deyapti. Endi bizga aytayaptiki, agar shunga teng bo'lsa, sizdan so'rayapti, nima deyapti, bu deyapti, value. Qiymatini toping deyapti. Demak, bizga o'z kerak, chunki jx bor, jx k demak bizga k kerak. Kni qayerdan topamiz? Bizga aytayapti mana f funksiyani grafik ko'rsatilgan. Demak, f funksiya. Bizga aytayapti, f funksiyada minimum qiymati bor, x barobar k o'zi. Minimum qiymat mana funksiyani qiymati degani so'zda y qiymatida ko'pchilik adashtiradi. Funksiyani qiymatini y ko'rsatadi bizda. Mana bu x. Demak, funksiyaning qiymati mana bunga teng. Nuqta. X barobar necha degani? X barobar 3 deyapti. X barobar 3 funksiya minimum. Demak, k 3 ga teng ekan. Bizdan jf ni so'rayapti. Jf 3 ni so'rayapti. X ni 3 ni ketib qo'yamiz. Demak, qilgan 3 minus demak 1 chiqar ekan. Demak, javob B javob. Hammaga tushunarli bo'lgan so'zlar bu. Hammaga tushunarlimi? Tushunarli. Xo'p, keyingi masala ustozlar mana. Keyingi masala qaranglar. Mana shu bizni keyingi o'zi mavzumiz o'zi mana shu masalaga taalluqli-da. Ya'ni bu masala juda ko'p tushadi, juda ko'pchilik qiynaladigan mavzu o'zi. Bu yerda mayli bu juda og'zaki masala, lekin mana shu kontekstdagi masalalarga juda ko'pchilik qiynaladi. Bu qanaqa turdagi masalaga kiradi? Qarang. Deylik, bu o'zi aslida fizikaga oid bo'lgan masala. Fizikada ham mana shu masalalarni ko'pchilik yechadi. Ya'ni yuqoriga otilgan jism yoki yuqoridan tashlangan jismni grafiki parabola bo'ladi, to'g'rimi? Ana shunaqa masala turiga kiradi bu. Hozir bu bir ikkita uchta masala yechaylik hozir. Men shunaqa masalani qanaqa yechish kerakligini va mana shu masalalarda qaysi so'zlarga qarab masalani yechish kerakligini, demak, tushuntirib beraman. Xo'p, 23-masalada o'zi nima deyapti? Usulni mana bir boshdan tarjima qilib ketaveramiz. Mana funksiya ht berilgan. Model degan usulda shu modelni berish, model degan tenglama. Mana shu modelni beradi nimani? Height degani bu balandlik degani. Xo'p, nima uchun height bu balandlik? O'zi esimizda bo'lsa mana matematikada usulda balandlik h bilan beriladi, to'g'rimi? O'sha mana bu ingliz tilidagi height degan so'zni bosh harfi yoki hajmni biz matematikada v bilan belgilaymiz. Bu ingliz tilidagi volume degan so'zni
bosh harfida o'zi matematikada ishlatiladigan juda ko'p harflar, belgilar mana shu ingliz tilidagi so'zlarni bosh harfidan olingan. Shularni bilib qo'ysangizda ham nima bo'ladi? Mana osongina tarjimasi esga keladi. Mana endi qarang, height degan so'z kelsa, mana h ga e'tibor berib siz balandlik deb olib ketasiz. Xo'p, height degan demak bu balandlik. Mana demak balandlik deyapti h. Mana in degani bu da degani. Mana shuni aytib ketay. In, on, at so'zlari kelsa ustozlar, bu mana in degani o'zi aslida bu ichida degan ma'noni bildiradi. On degani bu ustida degan ma'noni bildiradi. At degani ustozlar bu yonida degan ma'noni bildiradi. Lekin matnli masalalarda mana shuni ichida, ustida, yonida deb tarjima qilib o'tirmaysizda, shunchaki da deb tarjima qilasiz. Qayerdadir da deb mana. Ya'ni metrlarda. H bu metrlarda berilgan ekan balandlik. Nimaning balandligi? Mana of degani ning degani, roket degani bu raketa. Raketani balandligini bildiradi. T sekunddan, mana after degani keyin. T sekunddan keyingi balandligini bizga berar ekan. Mana it degani u degani. U launch degani uchirish, ya'ni u uchirilgandan keyin. U uchirilgandan keyingi balandlikni beradi. Sizga aytayapti endi nima deyapti? Bu deyapti height, ya'ni balandlik dedik. Ya'ni balandligini toping. Nimaning balandligi? Mana shu raketani. Mana raketani balandligini toping. 5 sekunddan keyingisini. Mana ya'ni u demak tepaga uchirilgandan keyin, mana uchirilgandan keyingi 5 sekunddan keyingi balandligini toping. Xullas qaranglar do'stlar, mana. Mana shu masala kelsa ham, buni juda ham ko'p holatlarda shoshmayman, demak, davom etyapti. Xo'p, e'tibor bering do'stlar. Mana shu masala kelganda bu yerda juda ham ko'p usullardan foydalanamiz. Ya'ni birinchi usuli mana shunday tarjima qilib masalani yechishingiz mumkin. Ikkinchi usuli men yuqorida aytdimki, sizga funksiya berilgan bo'lsa va funksiyani ifodalayotgan bo'lsa, siz birinchi nimaga e'tibor berasiz? Funksiya nimani ko'rsatyapti va funksiya argumenti nimani ko'rsatyapti? Shuni bilsangiz bo'ldi. Masala 100% yechildi degan. Ya'ni nima demoqchiman? Bizga h deb funksiya berilgan. Siz eng tez va eng demak oson usulda yechishingiz uchun mana shunaqa turdagi masalalarda h nimani ifodalayapti? T nimani ifodalayapti? Shuni bilib oling bo'ldi. H bu yerda nima deyapti ustozlar? Mana height, balandlik deyapti. H demak balandlik. Demak sizga h haqida gap ketsa yoki height haqida gap ketsa, demak sizga balandlik haqida gapirayotgan bo'ladi. Ya'ni h ni aytayotgan bo'ladi. T ni oldida, yonida sekund turibdi. Second, ya'ni sekund. Ya'ni vaqt bu. Demak sizga vaqt desa yoki sekund desa, bu T ni aytayotgan bo'ladi. Bo'ldi. Demak, bu yerda o'zi bizda nima deyapti mana? What, ya'ni nima deyapti? Height. Ya'ni balandlik nima deb savol beryapti. Demak, h ni so'rayapti sizdan. Va aytayaptiki 5 sekund. Demak, T 5 bo'lganda h ni toping deyotgan ekan, bo'ldi-da. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Qanaqa yechish testda kelganda mana shunaqa savollar qanaqa yechish kerakligi tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Qanaqa yechish testda kelganda? Ha, tushunarli. Demak, demak nimaga e'tibor beramiz? Funksiya berilgan. Funksiya nimani ifodalayapti? O'ziga yozib qo'yadi. Demak, funksiya argumenti bu yerda T. T nimani ifodalayapti? Shuni bilib olsangiz bo'ldi. Oxiridagi savolga o'tasiz. 2 sekundlik masala bo'lib qoladi. Mana. Xo'p, keyingi masalaga o'taylik. 24. Mana og'zaki masala. If, agar dedik, hx barobar shu. Sizga aytyapti what, nima deyapti, is degani bu deyapti, value degani qiymat. Ya'ni qiymati nimaga teng? Nimaning qiymati? Mana of degani ning degani. Nimaning qiymati? H minus 2x ni qiymati nimaga teng? Mana equal degani bu teng degani. To degani ustozlar bu ga degan ma'noni bildiradi, yo'nalishni bildiradi. Mana bu yerga yozib qo'yay yana. Equal degani ustozlar bu teng, ya'ni tenglikni bildiradi, teng degani.
Keyin to degani ustida bu yo'nalishni bildiradi. Ga degan ma'noni bildiradi. Mana teng ga deyapti. Nimaga teng? Mana h minus 2x. X ni o'rniga minus 2x qo'yamiz. Minus 8x minus 7 bo'ladi. A javob. To'g'rimi? Mana oddiy masala bo'lib qoldi. Xo'p, demak keyingi misol. Demak keyingi misol mana 25 ga e'tibor beramiz so'zlar. Yana o'sha men aytgan tarjima bo'yicha grafigi of degani ning dedik. Nimaning grafigi? Funksiya f ni grafigi. Bu shown degan nima dedik buni? Ko'rsatilgan degani. Mana ko'rsatilgan below quyida. Quyida ko'rsatilgan. Yana takror aytaman, bu so'zlar esda qolishi uchun ustozlar ko'proq savol yechib ketaverish kerak. Bo'ldi. Miya o'zi qaysidir joyga borib avtomatik ko'rganingizdan keyin tarjima qiladigan holatga kelib qoladi-da. Boshqacha usuli yo'q. Shuning uchun ko'proq yechib ketaverish kerak, ko'proq takrorlab ketaverish kerak buni. Birinchi safar esingizda qolmaydi, 10-chi safar esingizda qolmaydi, lekin ko'proq yechaversangiz keyin esga kelaveradi-da. Xo'p, grafigi nimani? Funksiyaning grafigi, f ni grafigi bu ko'rsatilgan quyida. Sizga aytayapti endi. F funksiya mana bu dedik, defined by nima dedik? Defined by degani bu kabi aniqlangan degani. F funksiya kabi aniqlangan mana shunaqa ko'rinishda. Mana A, B, C va D lar deyapti. R degani bular konstantalar. Endi bizga aytayapti mana. For degani uchun dedik. Endi mana shu yerda juda ko'p keladigan yana bitta so'z bor. How many yoki how much so'zlari keladi. How many yoki how much degan ustida mana bu degan ma'noni bildiradi. Qancha, nechta yoki mana nechta degan ma'nolarni bildiradi. Endi bizga aytadi for uchun dedik. Nima uchun? How many degani buni nechta dedik. Nechta value degani qiymat. Nechta qiymati uchun deyapti. Nimani? X ning nechta qiymati uchun f at x 0 ga teng. Nechta bo'ladi ustoz? Og'zaki masala. F at x nechta qiymatda f at ximiz 0 bo'lyapti. Ya'ni fx 0 degani y ning qiymati 0 bo'lishi kerak. Ya'ni qaysi nuqtada bizda y ning qiymati 0? Mana bu nuqtada, mana bu nuqtada va mana bu nuqtada demak javob 3 ta bo'ladi. C javob mana. 1 degani bitta degani, 2 degani ustozlar mana 2 ta degani, 3 degani 3 ta degani, 4 degani 4 ta degani. Demak javob C javob bo'ldi. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Mana shu. Mana shu masala tushunarli bo'ldimi? Tushunarli. Xo'p, endi keyingi demak mavzu. Xo'p, keyingi mavzu emas, keyingi masala deylik. Ko'pchilik qiynaladigan masalani yana tushuntirib beraman ustozlar. Yaxshilab o'rganib bo'lsangizlar, testda mana shunaqa savol kelganda juda osonlik bilan yechasizlar. Xo'p. Hozir demak ochib olay kitobdan. Xo'p, bu masalaga o'tishdan oldin men mana o'sha masalani o'zbek tilida men tushuntirib beraman. Ya'ni qanaqa turdagi masala? Juda ham ko'pchilik xato qilgan masala turi. Xo'p. Mana bu masalaga qanaqa turdagi masalalar kiradi? Ya'ni qarang. Siz yuqoriga jismni otdingiz yoki pastga jismni tashladingiz yoki raketa deylik yuqoriga uchdi va hokazo. Mana shu naqa masalalarda siz mana shu masalalar demak kvadrat funksiya orqali yechiladi-da. Ya'ni bu qanaqa turdagi masala? Masalan, deydi biror bir jismni 10 metr balandlikdan yuqoriga otdingiz. 5 sekunddan keyin deydi, u maksimal balandlikka erishdi deydi. Va masalan 10 sekunddan keyin 20 metr balandlikka erishdi deydi, to'g'rimi? Keyin aytadiki, 15 sekunddan keyin qancha balandlikka erishadi deydigan masalalar bular.
Xo'p, shunaqa turdagi masalalar bu kvadrat funksiya mavzusida ko'riladi bu SATda. Ya'ni kvadrat funksiya orqali yechiladi bular. Demak, buni birinchi men tushuntirib beraman mana. Keyin masalaga qarab, bir ikkita so'zlarga qarab, uzun bir 6-7 qatorli masalalarni og'zaki kechish tushunib olasiz hozir. Mana shuni men demak sizga tushuntirib beraman. Mana diqqat bilan e'tibor berib turinglar ustozlar. Xo'p. Birinchi mana kvadrat funksiyalarni nima ekanligini tushunib olaylik. Bilamiz hammamiz. Quadratics. Quadratics degani bu kvadrat funksiya deylik. Mana shuni kvadrat demak funksiya. Xo'p, bilamizki, kvadrat funksiyani umumiy ko'rinishi qanaqa? Y barobar ax kvadrat plus bx plus c, to'g'rimi? Mana shu kvadrat funksiya. Xo'p, kvadrat funksiyani grafik ustozda nima bo'ladi mana? Nomi parabola bo'ladi, buni bilamiz. Parabola. Xo'p, endi birinchi holat agar a 0 dan katta bo'lsa, bizni kvadrat funksiyamiz deylik mana yuqoriga qaraydi. Ikkinchi holat agar a manfiy bo'ladigan bo'lsa, bizni kvadrat funksiyamiz deylik mana bunday pastga qaraydi deylik. To'g'rimi? Mana shunday, buni bilamiz. Xo'p, endi nima mana x to'qi bilan x to'qini kesib o'tayotgan nuqtalar bular demak yechim deb olsak bo'ladi. Mana shu kvadrat funksiyani 0 ga tenglashtirganimizdagi yechimlar deb olsak bo'ladi. Xo'p, endi biz mana shu kvadrat funksiyani ikki xil ko'rinishda yozib olamiz. Ya'ni ax kvadrat plus bx plus c ni mana bu birinchi ko'rinishi. Xo'p, yoki mana shu kvadrat funksiyani ustozlar biz quyidagi ko'rinishda yozib olamiz. X minus x0 ni kvadrati plus y0 ko'rinishida ham yozishimiz mumkin yoki quyidagi ko'rinishda ham yozishimiz mumkin ekan. Mana shunday kvadrat funksiya 3 xil ko'rinishda yoziladi odatda. Mana bu ko'rinishi ustozlar mana x0 y0 orqali yozilishi. Ya'ni x0imiz bu yerda minus b taqsim 2a ga teng. Y0imiz bu funksiyaga o'sha x0 dagi qiymatini qo'yganimizda qiymat. Mana x1 y1 lar ustozlar bular nima? x1 x2 lar bular x bilan kesishib turibdilar. Nima uchun men bu yerda buni tushuntiryapman? Bu mavzuni o'zi keyingi darslarda yana tushuntirib beraman. Hozir bitta masala uchun sizlarga mana shuni tushuntiryapman. Xo'p, ya'ni bizga kvadrat funksiya berilganda kvadrat funksiyani biz mana shunaqa 3 ta ko'rinishda yoza olar ekanmiz. Ya'ni kvadrat funksiyamiz agar x o'qlari bilan kesishganda biz kvadrat funksiyani mana bu a ko'paytirilgan x minus x1 ko'paytiruv x minus x2 ko'rinishda yozganimiz qulay bo'ladi. Agar kvadrat funksiyamizda bizda x0 y0 haqida gap ketsa, ya'ni x0 y0 degan so'zlar bu uchi, parabolan uchi. Mana bu yer x0, mana bu yer y0. Mana yoki mana bu yerda mana bu yer x0, mana bu yer y0. Ya'ni xullas bizga maksimal qiymatlar haqida gap ketsa, nima shu maksimal qiymat deyapman x0 y0 ni? Chunki y0 mana funksiyada minimum qiymat, mana bu yerda maksimal qiymat turibdi. Ya'ni bizga maksimal yoki minimal haqida gap ketsa, biz kvadrat funksiyani mana shu x0 y0 orqali yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, hozirgi biz ko'radigan masalada biz 100% yoki 99% holatda biz kvadrat funksiyani x0 va y0 orqali yozamiz-da. Mana bunaqa ikkinchi ko'rinishda, mana bunaqa ko'rinishda yozamiz. Shuning uchun tushuntiryapman buni. Endi masalaga o'taylik, qaranglar. Mana shu yerda kimda savol bor ustozlar? Mana shu yerda. Hozir buni qisqacha tushuntirib berdim. Buni yana keyingi darslarda ham va qo'shimcha darslarda ham tushuntirib beraman. Xo'p. Buni hozir bu yerda qisqacha tushuntirib berdim-da. Ya'ni bu mohiyat nima? Mana tushuntirayotganimni, ya'ni biz hozir ko'radigan masalamizda biz shu kvadrat funksiya x0 va y0 orqali yozishimiz kerak. Mana shunaqa turda bizga masala berilganda, demak x0 va y0 orqali yozishimiz kerak ekan. Shu uchun tushuntiryapman. Kim tushunmadi ustozlar mana shuni x0 y0 orqali yozishni?
birorta bir funksiyani biz demak x0 va y0 orqali mana shu ko'rinishda yozamiz. Xo'p, endi masalaga o'tamiz, qarang. Xo'p, birinchi men deylik o'zbek tilida bitta masala beray, qarang. Siz qanday yechishni aytasiz? Mana masala olaylik. Bizga aytilyapti. Deylik koptok 10 metr, demak balandlikdan, qarang, 10 metr balandlikdan yuqoriga otildi. Mana 10 metr balandlikdan deylik yuqoriga otildi. Xo'p, endi aytadi 5 sekunddan keyin, mana 5 sekunddan keyin, xo'p, deylik mana maksimal 30 metr, demak balandlikka chiqdi. 5 sekunddan keyin maksimal 30 metr balandlikka chiqdi deylik. Mana. Xo'p, endi sizga aytadi, deylik 3 sekunddan keyin, mana 3 sekunddan keyin necha metr balandlikda bo'ladi? Necha metr balandlikda bo'ladi? Mana shunaqa turdagi masalalar. Mana shu kvadrat funksiyalarda eng qiyin masala mana shu turdagi masala hisoblanadi. O'zi oson. Shu mavzuda endi eng qiyin masala. 3 sekunddan keyin necha metr balandlikka chiqadi? Mana shu masalani qanday yechamiz ustozlar mana? Kim aytadi? Koptok 10 metr balandlikdan yuqoriga otildi. 5 sekunddan keyin yuqoriga ko'tarildi. 3 sekunddan keyin necha metr balandlikka chiqadi? Y barobar 10 plus ax kvadrat deb dastlab y o'rniga 30, y0 o'rniga 10 qo'yamiz. Yo'q. Bu usulda ham yechsa bo'ladi. Ya'ni biza qarang, bilamizki, ustozlar mana jismni tepaga uloqtirsangiz grafiga, ya'ni trayektoriyasi bu parabola bo'ladi. Ya'ni shuni siz trayektoriyasi tenglamasini topmoqchi bo'lsangiz, bu kvadrat funksiya yozishingiz kerak umumiy holatda, dedimmi? Ya'ni siz quyidagicha yozsangiz ham bo'ladi. Masalan, endi bu yerda balandlik va vaqt haqida ketyapti. Shuning uchun men mana bunaqa ko'rinish yozmayman deydi. Mantiqiy o'ylab qarasak, y o'rniga h qo'yaman, x o'rniga t qo'yaman-da, to'g'rimi? H va t ga bog'liq bo'lishi kerak-ku bu. Mantiqan mana shunaqa tenglama tuzishim kerak. Bu yerda balandlik va vaqt haqida gap ketgani uchun. Lekin men aytdimki, yuqorida nima dedim? Bizga maksimal yoki minimal haqida gap ketsa, kvadrat funksiyalarni siz har doim kvadrat funksiyani mana bunaqa ko'rinishda yozing. x0 va y0 ko'rinishda yozishingiz kerak. Bo'lmasa masala qiyinlashib ketadi. Hisoblash ko'payib ketadi. Tushunarlimi ustozlar? Mana. Demak, qarang, buni qanday yechamiz? 10 metr balandlikdan yuqoriga otildi. 5 sekunddan keyin maksimal 30 metr balandlikka chiqdi. Demak, bizada hozir mana bu maksimal 30 metrimiz, bizada hozir y0 da ustozlar, to'g'rimi? To'g'rimi? Mana shu y0. Mana bu 5 sekundimiz x0 o'rniga kelyapti-da. Endi bu yerda endi t ga bog'liq bo'lgani uchun mana bu 30 metrni endi biz h0 deymiz. Ya'ni biz quyidagi ko'rinishda yozishimiz kerak. Qandaydir a ko'paytirilgan t plus h0 ko'rinishda yozishimiz kerak. Chunki x minus x0 kvadrat plus y0 desam ham bo'lardi. Endi bu yerda balandlik va t bo'layotgani uchun y o'rniga h kelyapti, x o'rniga t kelyapti-da. Xullas, maksimal haqida gap ketsa, biz kvadrat funksiyani x0 va y0 ko'rinishda yozamiz. Endi bu yerda demak t0 va h0 ko'rinishda yozamiz. h0imiz bizda hozir 30 ga teng. t0imiz nima bo'lyapti? 5 sekunddan keyin maksimalga erishadi deyapti. t0imiz 5. Demak, h ni tenglamasi qanaqa ekan? A ko'paytirilgan t minus 5 ni kvadrati plus 30 ekan. Kim tushunmadi mana shu yergacha? Kim tushunmadi ustozlar mana shuni? Aytinglar savol. Kim tushunmadi ustozlar, aytinglarchi? Aytinglar ustozlar, kim tushunmadi? Mana shunday ko'rinishda yozamiz. Endi siz A noma'lum. A ni qanday topamiz?
A'ni topishimiz uchun mana birinchi berilgan gap. Ya'ni koptok 10 metr balandlikdan otildi deyapti. Buni ma'nosi nima? T barobar 0 holatida, ya'ni vaqtimiz 0 bo'lib turgan paytda balandlik 10 da. To'g'rimi? T ni o'rniga 0 qo'yasiz. Demak, o'sha payti balandlik nima chiqishi kerak? 10 chiqishi kerak. Bo'ldi. Mana. Demak, bu A kara 25 barobar minus 20. A barobar minus 20 taqsim 25. 5 ga qisqartirsak minus 4 taqsim 5, ya'ni minus 0.8. Demak, bizni tenglamamiz qanaqa ko'rinishda bo'ldi? Minus 0.8 ko'paytirilgan t minus 5 ni kvadrat plus 30 ko'rinishda bo'ldi. Mana. Bo'ldi. Balandligi to'pollik. Endi bizga savol, ixtiyoriy savolga endi javob bera olamiz. 3 sekunddan keyin necha metr deyapmiz? Nima qilamiz endi? T ni o'rniga 3 qo'yamiz, h topolamiz, bo'ldi. Mana. Kim tushunmadi so'zla mana shu masalani? Aytinglar-chi. Kim qayerni tushunmadi? Har doim bir xil yechadi mana shu masala. Har doim bir xil. Qaysi savol kelishidan qat'iy nazar, maksimal yoki minimal haqida gap ketdimi, x0 va y0 orqali yozib olishimiz kerak tezda. Tushunarli bo'ldimi so'zlar? Mana shu masala. Juda kerakli masala ustida. Buni tushunib olish shartda 100% tushunish kerak buni. Ingliz tilida o'zi mana shu masala berilsa ustozlar, mana shu masalani yaxshi tushungan bo'lsangiz, ikkita so'ziga e'tibor bersangizlar bo'ldi. Masalani tezda yechib qo'yasizlar mana shu yerda. Kim tushunmadi? Aytinglar-chi. Tushunarlimi hammaga? Tushunarlimi so'zlamaga? Tushunarli ustoz. Aha. Demak, yana bitta masala beraman, keyin masalaga o'tamiz. Xuddi shunaqa masala. Ikkinchi masala beraman. Diqqat bilan e'tibor beringlar. Xo'p, ikkinchi masala. Xo'p, mana shu ikkinchi masalani pastdan yozaylik, mayli. Xo'p, demak, qarang. Koptok. Demak, mana bu yerga yozamiz. Demak, koptok 30 metr, yo'q, 30 metr emas. Ha, uni aytsak ham mayli. 30 metr balandlikdan, mana balandlikdan tashlandi. 30 metr balandlikdan tashlandi. Xo'p. Yo'q, 30 metr balandlikdan tashlandi emas. Xo'p, nima desak bo'ladi buni? Bu ham shunday yechiladi. Endi minimal balandlikka misol keltirmoqchiman-da. Qachon minimum balandlikka erishadi degan nimaga? Yuqoriga demak otilsa maksimal balandligi shu bo'ladi. Xo'p. Pastga tashlansa. Mayli, o'sha ingliz tilida o'taylik. Minimal balandlik qachon bo'lishiga doir masala kelmayapti-da. Minimal holat qanday bo'ladi? Yuqoriga otilsa bu maksimal bo'ladi. Minimal balandlik faqatgina nimada erishadi-da? Ya'ni nimada bo'ladi bu minimal? Bu yerga tushganda bo'ladi, 0 bo'ladi minimal qiymat, to'g'rimi? Xo'p, mayli, o'sha masalaga o'taylik. Masalalarda keladi. Ularni ham ko'ramiz, qarang. Mana bu yerda shu mavzuga doir endi mana bunaqa masala berilgan. Men 4 qo'ygan sababi bu eng qiyin masala turiga kiradi, kvadrat funksiya mavzusida demoqchi-da. Lekin hozir qaysi so'zlarga qarab yechish kerakligini tushuntirib beraman. Deylik, mana shu savol testda keldi ustozlar. Xo'p, demak siz nimaga e'tibor berasiz? Mana shu harflar, ya'ni o'zgaruvchilar nimani ifodalayapti? Shuni bilib oling birinchi. H ning o'rnida height kelyapti. Height degan nima dedik ustozlar buni? Balandlik. Demak, shuni ifodalayapti, mana. Raketani nima bilan so'zlaringizni bilib oling bo'ldi. Raketani balandligi h ekan. Endi t nima ekan bu ustozlar mana? Time. Ya'ni t bu vaqt ekan, bo'ldi. H bu balandlik, t vaqt. Qolgani o'qib o'tirmadik.
Endi bizga nima deyapti? Qarang. 10 sekunddan after degani keyin degani. 10 sekunddan keyin mana bu so'zni tarjima qilmaylik deylik masalan. 10 sekunddan keyin balandlik necha deyapti? 200 deyapti. 20 sekunddan keyin nima deyapti bu so'zda mana? Balandlik 800 deyapti. E'tibor bering. 10 sekunddan keyin balandlik 200, 20 sekunddan keyin balandlik 800. Endi qarang. Balandlik 0, T0 da mana T0 da balandlik 0. Ya'ni T0 bo'lganda H0. Sizdan so'rayapti, balandlikni toping. Nimada? 8 sekunddan keyingi balandlikni toping deyilyapti. Mana nima qilamiz? Bu yerda ustozlar hozir maksimal yoki minimal haqida gap ketmayapti. Demak, siz umumiy ko'rinishda yozasiz. O'sha funksiyani siz umumiy ko'rinishda yozasiz. Ya'ni y barobar ax kvadrat plus bx plus c ko'rinishda yozasiz-da. Chunki minimum maksimum haqida gap ketmayapti-ku. Agar minimum maksimum haqida gap ketsa, siz qanaqa ko'rinishda yozardingiz? Mana y barobar a ko'paytirilgan x minus x0 kvadrat plus y0 ko'rinishda yozasiz. Endi bu yerda mana shunaqa ko'rinishda yoziladi, lekin bu yerda h va t ga bog'liq kelyapti. Shuning uchun y o'rniga h qo'yamiz, x o'rniga t qo'yamiz-da. Bu tushunarli, ha? Mana shunaqa ko'rinishda yozamiz. Endi nimadan foydalanamiz? Qarang. T ana vaqt 10 bo'lganda, ya'ni t 10 bo'lganda nima deyapti? Balandlik 200, h 200. Mana birinchi holat. T 10 bo'lganda h 200 demak o'rniga qo'yamiz. T ni o'rniga nima qo'yaman? 10 qo'yaman. Demak a ko'paytirilgan 100 plus 10 ko'paytirilgan mana t ni o'rniga 10 qo'yamiz. 10b plus c ekan. To'g'rimi? Endi qarang. Vaqt 20 bo'lganda balandlik 800 t ni o'rniga demak 20 qo'yganimizda t ni o'rniga 20 qo'yganimizda 400a plus 20b plus c nimaga teng bo'lyapti? 800 ga teng bo'lyapti. Va yana aytyapti. Balandlik 0 t 0 bo'lganda, ya'ni t ni o'rniga 0 qo'ysak, mana a ko'paytirilgan 0 ni kvadrati, b ko'paytirilgan 0 plus c 0 ga teng. Mana shuncha tenglama berildi mana. Sizga aytayapti endi 8 sekunddan keyin balandlik toping. Ya'ni t 8 bo'lganda h ni toping deyilyapti. Bo'ldi. Demak, nima kerak bizga? A, B, C larni topib olishimiz kerak mana shu yerdan. Demak, mana bu yerda ko'rinyaptiki, t 0 bo'lganda h 0. Demak, mana bu yerda c 0 ekan. C 0. Demak, c ni ana bu ikkita tenglamaga c ni o'rniga 0 qo'yamiz. Demak, 100a plus 10b barobar 200. Xo'p, mana bu yerda 400a plus 20b barobar 800. C ni o'rniga 0 qo'ydik. Ana shunga yechamiz. Mana buni 4 ga ko'paytirib 400a 40b bo'ladi. Ayirib yorsak, b 0 kelib chiqadi. Ustozlar b 0. Bu yerdan a nima bo'ladi? Demak a 2. Demak c 0 mana. a 2, c 0, b 0. Demak h nimaga teng? a ni o'rniga 2 qo'yamiz. 2t kvadrat bo'ldi mana. Tamom? a barobar 2t kvadrat. h barobar 2t kvadrat. T barobar 8 da h toping deyapti. T ni o'rniga demak 8 qo'ysak 2 ko'paytirilgan 64. Demak 128 bo'lar ekan. Hammaga tushunarli bo'ldimi ustozlar? Mana shu masala qanday yechilishi. Bir xil keladi ustozlar. Testlarda mana shu masala ko'rsangiz, siz nimaga e'tibor berasiz? Birinchi o'rinda maksimal yoki minimal qiymat haqida gap ketsa, siz bunaqa ko'rishda emas, a ko'paytirilgan x minus x0 kvadrati plus y0 ko'rishda yozasiz. Unaqa minimal yoki maksimal haqidagi umumiy kvadrat funksiyani yozasiz. Ax kvadrat plus bx plus c ko'rinishda yozasiz. Bu yerda maksimal minimal haqida gap ketmayapti. Shuning uchun siz mana bunaqa ko'rishda yozasiz. Shu yerda bo'ldi. H balandlikni ifodalayapti, t vaqt. Mana vaqt 10 sekund, ya'ni t 10 bo'lganda h berildi. Shu tenglamaga qo'ydik. Xo'p, t demak 20 bo'lganda h 800 dedi, yana o'rniga qo'ydik. T 0 bo'lganda h 0 dedi, yana o'rniga qo'ydik. A, B, C larni topib oldik, o'rniga keltirib qo'ysak, h ni umumiy tenglamasi, ya'ni h barobar 2t kvadrat kelib chiqdi. 8 sekunddan keyin balandlik toping dedi. T ni o'rniga 8 qo'yib, h topib oldik, 128 kelib chiqdi. Tushunmaganlar bormi ustozlar mana shunaqa savollarni? Kim tushunmadi, aytinglar. Aytinglar.
tushunmadi. Tushunmaganlar bormi? Endi qaranglar, endi mana bu masalaga o'tamiz. Mana masalani o'zlaringiz yechasizlar, qarang. Nimaga e'tibor berar ekanmiz? Mana shunaqa masala tushsa ustozlar, demak, xo'p, siz nimaga e'tibor berasiz? O'sha vaqtni nima ifodalayapti yoki balandlik yoki sonlarga e'tibor beramiz-da, qarang. Masalan, mana bu yerda hozir ustozlar mana bundan boshlab mana bu yergacha o'zi o'qib kelish kerak yo'q-da, mana bu so'zlargacha o'qib kelishi. Siz nimaga e'tibor berasiz? Qarang. Heightni nima dedik? Balandlik. Balandlik deyapti 0. Mana fit bo'ladi, mana. Balandlik 0 fit. Qachon? Mana launch degan uchirish, mana. Uchirilganda. Mana. E'tibor bering. Uchirilganda balandlik 0. Mana. Ya'ni balandlik uchirilganda 0 deyapti. Ya'ni bu yuqoriga nimadirni otyapti yoki uloqtiryapti. O'sha payti mana qarang, obyekt uchirilganda havoga, ya'ni balandlik 0 deyapti. Endi qarang. Obyekt, hozir mana bu so'zlarni ham tushuntiraman. Birinchi masalani tushunib olaylik. Obyekt, ana qarang. Maksimal balandligi 375 metr bo'lib 5 sekunddan keyin. Ya'ni 5 sekunddan keyin maksimal balandligi 375 bo'ldi. Endi sizga aytyapti, balandlik nimaga teng deyapti? 3,5 sekunddan keyin. Masala tushunarli bo'ldimi ustozlar? E'tibor bering. 5 sekunddan keyin maksimal 375 metr balandlikka erishdi. Eng asosiy joy shuda. Maksimal haqida gap ketdimi? Biz kvadrat funksiyani qanaqa ko'rish yozamiz dedik? A ko'paytirilgan x minus x0 kvadrat plus y0 ko'rish. Endi bu yerda h orqali yozamiz. Mantiqqa o'ylab qarasak, h orqali yozishimiz kerak. Demak, h barobar a ko'paytirilgan t minus t0 kvadrat plus h0 deb yozishimiz kerak. Bizda endi h0 bu maksimal qiymat. t0 o'sha vaqt, ya'ni maksimal qiymatga erishadigan vaqt. Ya'ni bizga aytadi 5 sekunddan keyin, ya'ni t0 5. Maksimal qiymat 375 ga teng bo'ladi deyapti. Demak, bu o'rniga qo'yamiz. A ko'paytirilgan t minus 5 ni kvadrati plus 375 mana masala 90% yechildi. Endi bizga a kerak. A ni qayerdan topamiz? Kim aytadi ustozlar? Mana a qayerdan topiladi? Birinchi aytilgan gap. 0 fit balandlikdan uchirildi. Qarang, 0 balandligi 0. Ya'ni T0 da H0 demoqchida, 0 fit balandlikdan uchirildi degani vaqtimiz 0 bo'lgan payti balandligimiz ham 0 degani-da bu. T ni o'rniga 0 qo'yamiz. Demak, a ko'paytirilgan 0 minus 5 ni kvadrati plus 375 barobar 0. Demak, a barobar nima bo'ladi? Minus 375 taqsim 25. 375 25 kelsak 1 5 12 minus 5 bo'ladi. To'g'rimi? Xullas h ni tenglamasi qanaqa bo'ldi? Minus 15 ko'paytirilgan t minus 5 ni kvadrati plus 375 bo'ldi mana. Mana. Bo'ldi. Tuzib oldik tenglamani. Endi ixtiyoriy masalaga o'tib olamiz. Bizga aytayaptiki, 3,5 sekunddan keyin qancha bo'ladi balandlik? T ni o'rniga 3,5 ni qo'yamiz. H ni topib olamiz shu yerda. Bo'ldi. Kim tushunmadi ustozlar mana shu masalaga? Bu masala ko'p so'zlari borligi ishlaringiz bo'lmasin. Kerakli so'zlariga mana shunday e'tibor bersangiz bo'ldi mana. 0 fit balandlikdan uchirildi. Bo'ldi. Maksimal qiymat deyapti. Demak, mana bunaqa x0 y0 orqali yozishimiz kerak. Mana maksimal qiymat 375 bo'ladi 5 sekunddan keyin. Bo'ldi mana. Birinchi mana 0 fit balandlikdan uchirildi va maksimal qiymati 5 sekunddan keyin 375 degan gapga qarab biz h ni umumiy tenglamasini tuzdik. Keyin ixtiyoriy savolga javob beramiz. 3,5 sekunddan keyin balandlik deyapti. T ni o'rniga 3,5 qo'yamiz. Balandligi topib olamiz keyin. Kim tushunmadi ustozlar mana shuni? Kim tushunmadi aytinglar. Hammaga tushunarli bo'ldimi? Savol bormi ustozlar mana shu bo'yicha? Aytinglarchi? Savol. Savol kimda bor ustozlar mana shu bo'yicha? Savol. Aytinglar. Savol yo'qmi hech kimda? Xo'p.
bugungi mavzu ustozlar demak, yana mavzu aytmoqchi edim. Vaqt kech bo'lib qoldi o'zi. Xo'p, mana shunday ustozlar demak, o'rganib ketish kerak. Bundan boshqa usuli yo'q. Xo'p, bu yerda yana qaytaraman. Ovozim endi ishlayaptimi ustozlar? Uzilib qoldi. Ovozim ishlayaptimi endi? Ovoz yaxshimi ustozlar menga? Xo'p, demak, hozir ko'pchilikda internet uzilib qoldi. O'zi menimcha nimadan bo'lib qoldi bu? Internet o'zi nima bo'lib qoldi-da, uzilib qoldi hozir. Qaytib kirib chiqay o'zim yana. Xo'p, o'zi ko'pchilikda uzilib qoldi ustozlar. Mayli, o'zi oxiriga kelgandek tugatib qo'yay. Nima demoqchiman? Ya'ni, demak, mana shu demak, hozirgi funksiya va kvadrat funksiyalar degan mavzu bilan qisqacha tanishib o'tdik. Bu yerda demak, masalalarni tarjima qilishda demak, shoshmasdan mana aytgan usullardan foydalanib, daftarga yozib, erinmasdan har kuni 1-2 soat vaqt ajratib, demak, uzluksiz qilib borish kerak. Shunda u masalani og'zaki yechasiz. Xo'p, tarjima qilishda yana o'sha qoidani eslatib o'taman. Demak, ketma-ket so'zlarni tarjima qilib boraverasiz. Bitta so'z tarjima qildingizmi, keyingi so'zga o'tish oldidan o'zingizga o'zingiz savol berasiz. Keyingi so'z sizga javob berib ketaveradi mana shunday. Xo'p, va masalalarni aqlli taxmin qilish, ya'ni aqlli tarjima qilish. Ya'ni bu degani siz matematikani bilasiz. O'sha sonlarga qarab nima demoqchi ekanligini taxminan bilishingiz ham mumkin. Bu ikkinchi usuli. So'zlarni yodlashda har bir demak darsdan keyin erinmasdan o'sha PDFni tashlab bergan paytimda bir ko'z yugurtirib chiqishimiz kerak. Ko'z yugurtirib chiqishlaringiz kerak. Shunda yanada esda qoladi. Xo'p. Hozircha mana shu ustozlar, keyin yana demak shunaqa maslahatlar, shunaqa qoidalarni aytib o'tib ketaveraman. Darslar davomida erinmasdan mana shularni demak qilib borish kerak. Shunda umuman qiynalmaysizlar. Xo'p, bugungi darsimiz shu edi ustozlar. Demak, keyin yana davom etamiz. Bugun bu guruhni yopiq qilaman. Xo'p, bu darsni ham demak tashlab qo'yaman ustozlar. Shu bilan 21-avgustda yoki 22 edimi? Shu payti demak imtihon bo'ladi. Shungacha har kuni ozginadan vaqt ajratib, mana shu qoidalar asosida erinmasdan demak yechib boraverish kerak bo'ldi. Boshqa hech nima shart emas. Xo'p, hozircha shu ustozlar, keyin yana davom etamiz.